Assalomu alaykum azizlar. Tinchmisizlar, salomatmisizlar? Biz sizni sog'indik. Menimcha o'ylaymanki, siz ham bizni efirimizni qachon bo'larkin deb sog'inib kutib turgan bo'lishingiz aniq. Bugungi suhbatimiz ibratli saboqlar loyihasi bo'yicha farzandni qarg'amaslik mavzusida siz bilan suhbat qilamiz. Ota-ona uchun eng katta bir ne'mat bu uni farzandi. Chunki farzand ko'rganda bir quvonadi. Qiz farzand ko'rganda yana bir quvonadi. Bu farzandlar uni mevasi va hosilini chiroyli ertaga pishib, chiroyli yetilib hosil berishi uchun bor imkoniyatini, bor kuchini, bor g'ayratini ishga soladi. Lekin mana shu farzand ota-ona o'rtasidagi qadr-qimmat, ahillik, o'sha ota-onani farzandga bo'lgan, farzandni ota-onaga bo'lgan mana shu mehri oqibati hamisha biz siz bilan guvohi bo'lamiz, yaxshilik. Faqat yaxshilik. Shu mavzu bo'yicha yomon illatlar ham bor. Ya'ni bilib bilmay og'zidan chiqib ketadigan qarg'ishlar bu yaxshilikka olib kelmaydi. Masalan, farzandini yomon so'zlar bilan qarg'ash yoki unga nisbatan o'zini zahrini sochish. Ayniqsa bu ayollarda ko'p bo'ladi. Sochish bu yaxshi odat emas. Donishmandlar aytadi, ayniqsa otani qarg'ishi har qancha qarg'ishdan ustunroq turadi. Endi lavhaga navbatni bersakda, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ha, odam bo'lmay ket. Ha, bo'yning uzilsin ha. Shuncha qilgan ishimni rasvosini chiqarding, to'xta. Kelin, bolani bunaqa qarg'amang. Bu nimasi? Kechagina xonani yig'ishtirgandim. Hozir kirib ko'ring ahvolini. Stol usti dabdala, kiyimlari sochilib yotibdi, popkasi joyida emas. Men bular cho'risimanmi? Malaymanmi bularni? Joy-joyiga qo'ysa bo'ladi-yu hammasini, oyi. O'zi shundoq ham ishlarim boshimdan oshib yotibdi. Ertalab 4dan bozorga chiqib kelganman. Yana shu uyga kirgin, to'xta. Ko'rdingizmi, meni masxara qilyapti buningiz. Kelin, hech bo'lmasa ulug' kunlarda bolangizni qarg'amang. Ay, nima farqi bor kunni, oyi? Meni ham jonim temirdan emas-u. Gulchehra qani o'zi? O'rtog'inikiga chiqib ketdi. Voy, o'rtog'nikida pishirib qo'yganmi, oyi? Ne ruxsat berasiz? Yoqib ket. Yoq. To'xta sen. To'xta. Tavba. Bolasi onasidan, onasi bolasidan battara. Assalomu alaykum ay. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Tashqariga chiqib o'tiryapsiz. Tinchlik. Nima qilardin? O'g'limni xotinini tekin kinosini tomosha qilib o'tiribman. Mirali yana qilig'ini boshladimi? Menga qara o'g'lim. Mirali hali bola. Ha, uni gap bilan tarbiyalash kerak. Xotiningni og'zidan boda kirib shoda chiqib yotibdi. Qanaqa tarbiya bu? Bu turishda qachon yaxshi gap o'rganadi, ha? Undan ko'ra duo qilsin. Bolam, og'zidan chiqqan har bitta gapiga farishtalar amin der ekan. Bildingmi? Xotining bunaqada bolalaringni bir baloga yo'liqtiradi, bildingmi? E'tibor bermang, oyi. O'zlari kelishib olishadi. Endi Mirali ham rozi sho'xdi o'zi. Unda o'zing tarbiyala. Nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'rgatgin unga.
Axir 12 ga kirdi-ku bolam. Ammo sho'xligini qachongacha qiladi endi? O'g'lim, bu qatorilar hunar o'rganishga kirishgan, bildingmi? O'rgatinglar, yo'l yo'riq ko'rsatinglar. Ha, xo'p, voy hozir kelsa gap. Ana. Oying qani? Oyim ustimdan arz qilib yuribdilar qo'shnilarga. Nima? Arz qilishga nima bor endi? Nima qo'shnining birortasi uni tarbiyalab berarmidi? Voy tavba qildim, men tushunmadim. Oyi, sizdan sekin tergab, quloqdan tortib turing-da. Sen mana xotiningni gapiga kirmagan bola meni aytganimni qilarmidi? Ha? Sen mundoq qattiqroq tursang, u ham boshqalarga mundoq bo'yin egadi. Bildingmi? Hozir kirib, odobini berib qo'y. Hozir gaplashaman, oyi. Tan urib so'kib yurmagin. Yo'q, hozir sekin gaplashaman. Mirali. Ey tavba, Nima xabar javratasan sen, ha? Shayton, nima qilding? Ha? Javratdingmi? Javratdingmi? Yo'q, ha? O'yinni sen javratdingmi? Seni qara. Ha? Qani, ishla. Shu. Men senga o'g'lingga nasihat qilasanmi desam, o'ynab o'tiribsanlarmi? Ha? Ha, oyi. Katta bo'lsa o'zi tushunoladi. Hozir shu turganlaringni xotining ko'rsa, ikkalaring ham adabingni beradi. Ha? Ana, buyni jahli chiqdi. Ko'rdingmi? Ketdingmi? Bo'lding. Oying kirdi. Yashirin. Xonangni ahvolini qaragi. Yoqqa tush. Nima buncha erkalataverasiz? Qara xonangni yig'ishtirib qo'y. Hey, Jonga tegdi shu ya. Xonasini kirib ko'rdingizmi? hop, bolani yuragini yording-ku, Siz ham yalpayib o'tirmang. Bundoq chiqib hovliga qarang. Qurilishni boshlaganingizga 3 oy bo'ldi. Lekin qurilishimizni hali bir bo'yi ko'ringani yo'q. Hay, son ko'rib tursan, hozirgina ishdan kelib turibman. Tog'ni ag'darib kelyapsizmi? Buncha menga baqirasiz? Mana bu Zumrashangizni hamchi tergak. Ko'cha changitib yuribdi. Ishini o'rgansin, o'qisin. O'rganadi, o'qiydi. O'qiydi. Chaqing temirdanmi? Hech shu javrab charchamaysan, ha? Charchamaydi jag'im. Qiyshaymaydi ham, ha? Qalamlaringni berib turasanmi? Berib turaman. Lekin kechgacha chiqarasan. Chiqaraman, qo'rqma, yeb ketmang, ha? Yeb ketmaysan, bilaman. Lekin kechki payt o'zimga kerak bo'ladi. Bularni men yig'ishtiryapsan? Deyma. Bularni nima qilasizlar? Bu mukofot kartochkalari. Har bitta yaxshi ishimiz uchun xohlaganimizni tanlaymiz. Nima yozilgan bo'lsa, o'sha narsani olib berishadi. Rostmi? Ha. O'g'lim, tabriklayman. Ingliz tilidan respublika bosqichiga o'tibsan, o'g'lim. Ure, oyijon. Baraka top, o'g'lim. Xo'sh, stiker tanlaysanmi? Tanlayman. Ure, kinoga boramiz. Ure. Bo'ldi, kino bo'lsa, kinoga boramiz hammamiz. Bo'pti, men ketdim. Bo'pti, Murali, bo'pti. Mirali o'g'lim, chiqib turgin, xo'p? Hop.
Qo'yib qo'y joyiga. Qachon boramiz, oyi? Qachon desang o'sha kuni boramiz. Bo'ldi, ertaga boramiz. Bo'ldi, ertaga bo'lsa ertaga. Qaysi go'rda yuribsan? Qaysi go'rda yuribsan deyapman senga. Yana ko'chaga chiqib ketdingmi? Oyi, baqirmang. Xo'p, qayerdan kelyapsan? Ayt. Jasur uydan. Uf. Oyi, zo'r narsa aytaymi? Nima? Birortasini turtib keldingmi? Yo'q, Jasurning oyisi muzlatgichga qog'ozlar yopishtirib, nimalar qilar ekan. Nima qilar ekan? Jasur bilan singlisi bironta yaxshi ish qilsa, o'sha qog'ozchalardan bittasini tanlar ekan. Unda nima yozilgan bo'lsa, ota-onasi shu shartni bajarishar ekan. O'zi shu Jasuring ham, uni ota-onasi hamchi sal bir g'alatiroq. Oy, biz shunaqa ko'ramizmi? Jime. Tavba. Bor ishingni qil. Endi bir kami muzlatgichga qog'oz yopishtirishim qoluvdi. Bor yo'qol ko'zimdan darslaringni qil. Yo'qol. Tavba. Oy, biz ham muzlatgichga qog'oz yopishtiramizmi? Ha, o'tiraman endi ertalabdan kechgacha muzlatgichimga qog'oz yopishtirib. Dilbarxon aqlli. Tarbiyani yaxshigina usulini topibdi. Bugun bolani rag'batlantirsa, ertaga undan ham yaxshiroq ishlarni qilishadi. Uchi hozirdan bolasini ta'magirlikka o'rgatyapti, oyi, siz bilmayapsiz. Hali ko'ramiz. Sal kattaroq bo'lsin, qo'liga pul bermasin, ana shu arzandalar otasini, onasini ikki dunyoda ham ishini qilmaydi. Men ahmoq emasman, oyi. Men bolani unaqa pulga o'rgatmayman. Tamagir bo'lmaydi. Yaxshi gapirib o'rgatasiz, kelin. Ay, nima qilishni o'zim bilaman, oyi. Siz boring ishingizni qiling. Aytgan tovarlarimni vaqtida yetkazasanmi? Men buyurtmani olib qo'yganman. Tavba qildim. Senlar deb nima ishim to'xtab qoladi endi? Bunaqada bozorim kasod bo'ladi-ku. Menga qaralaring. Yetkazib berish qo'lingdan kelmasa, nima qilasan meni ishontirib? Yig'ishtir. Ishlaydiganlar ko'p. Sen menga aql o'rgatmagin. O'zi yaqinda ish boshlagan bo'lsang. Boshda qanaqa kelishganmiz? Arzon beraman deganmisan? Nima borgan sari narxini oshiryapsan? Nima? Yo, meni yosh bola qilyapsanlarmi? Bu seni muammoing. Men boshda qanaqa kelishilgan bo'lsa, o'sha narxda ishlayman. Xohlasang shu, xohlamasa yana katta ko'cha. Jonga tegdiraring. Kecha tuxumdan chiqqan bola menga aql o'rgatyapti. Tavba, tavba. Xo'sh. Men hozir savol beraman. Shu 5 ta savolga javob bergan mana shu stikerlarni egasi bo'ladi. To'g'rimi onasi? To'ppa-to'g'ri. Dada boshlang. Xo'p. Birinchi savolim adabiyotdan. Alisher Navoiy bobomiz qachon va qayerda tug'ilgan? Birinchi Iroda qo'lni ko'tardi. Qani Iroda qizim, javob beringchi. Alisher Navoiy 1441-yilda Xo'p. Hirotda tug'ilgan. Barakalla. Barakalla. Bu ham to'g'ri topdi. To'ppa-to'g'ri. Hop, endi Irodaga 1 ball beramiz.
Endi keyingi savol maqoldan bo'ladi. Agar dangasaga ish buyursang, endi birinchi bo'lib Jasur qo'lini ko'tardi. Xo'sh, o'g'lim Jasur, qani javobingni ber. Dangasaga ish bursang, aql o'rgatadi. Barakalla, hisob 1-1 bo'ldi. Endi tarixdan savol beraman. Sohibqiron Amur Temur bobomiz qachon va qayerda tug'ilgan? Iroda birinchi qo'lni ko'tardi. Xo'sh, Iroda, qani javob bering qizim. Amir Temur bobomiz 1336-yilda avvalgi kech hozirgi Shahrisabzda tug'ilganlar. Barakalla. Qoyil, juda ham to'g'ri javob bo'ldi. Telefon o'ynayotganingizni ko'rib turibman, oyimga aytaman. Aytsang olasan. Aytsam siz olasiz. Chaqimchi. Bitta shokoladga rozimisan? Muzqaymoq ham qo'shasiz. Kelishdik. Jim o'tir unda. Oyimga aytsang o'ldiraman. Nima qilyapsizlar? Dars qilyapmiz. Hozir tabar keladi. Dadang bilan chiqib tushirib olasan, xo'pmi? Oyim, men darsim ko'p. Ha, o'qib menga dunyo berasanmi? Birpas qarashsang o'lmaysan, xo'pmi bola? Uflama. Tavba qildim. Siz oyim qiz, hamma joyni yig'ishtirib, yog' tusa yalagudek qilib qo'ying, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon de. Xo'p bo'ladi oyijon. Shundoq bo'lsin. Bo'l tez. Tavba, o'tirishini qaranglar. Mirali, chiq. Tabar keldi. Voy bo'la qol, yopishib qoldingmi? O'yinni beliga tepdilar. Telefonimga qo'lingni tekkizsang o'ldiraman. Menga zarar kelibdimi? Miyang ishlaydimi? Bu narxda kiyim mendan kim sotib oladi? O'zichi? Shu matoxing bir chaqaga arzimaydi. $10 bersang olaman, bo'lmasa bozorda tiqilib yotibdi. Opa, buncha yerga urmang. Joyidan sotib olgan narxini ham aytmayapsiz-ku. Ay, joyida $5 dan olasan-u. Koshki men bilmasam. Namicha avriysan meni? Opa, bir paytlar $5 dan bo'lgan. Hozir $12. Yo'l kirammi, xarajatlarni ham o'ylang-da. Bermaysanmi? Bo'pti, boshqasidan olaman. Sal yumshoqroq gaplash. O'shalari senga chidaganiga qo'yilma. Endi siz yetmay turibsiz. Bularga yumshoq gapirsangizchi, boshingizga chiqib olishadi. Xotiningizni ahmoq qilishmoqchi, qarang. Xabari qanchadan olishini men juda yaxshi bilaman, dadasi. Balosan, balo. Aytganchani hovlini qurilishga pul kerak. Yaqinda berdimi? Ha, yaqinda berganingga ham 15 kun bo'ldi. Dadasi, men o'zimga hech narsa orttira olmayapman. Topgan pulim sizni qurilishingizga ketyapti. Ha, qurilishni o'zi bo'lmaydi, bilasan-ku. Men cho'ntagimga urganim yo'q-ku, o'sha qurilishga sarflayapman bergan pulingni. Dadasi chiqyapti. Alo, ha, nima deysan? Nima deysan? Vaqtimni olma, tezroq gapir. Opa, hurmatingiz bor. Mayli, $11 qilib beraman. Muncha muncha ovlanasan, $10 dedimmi? $10 bir tiyin ham qo'shmayman.
Mayli, roziman. Qancha jo'natay? 100 quti olaman. 200 tasini ola qoling. Bunaqa narxda hech kim bermaydi. Voy, 100 quti kerak menga. Yana gaping bormi? Ha, bo'pti opa. Yomon cho'rt kesar ayolsiz-da. Ming'irlamagin. Men-chi latta chaynarlarni yomon ko'raman. Kechquruvimga 100 ta jo'nat. 100 quti, ha. Pulini o'sha yerda berib boraman. Dadasi bularga og'zingizni bo'sha qarab o'tirsangiz, boshingizga chiqib olishadi. Do'konga haydang. Oy, tushunmadim. Men seni eriyman. Mijozlarim deb o'ylayapsan shekilli. Salmon bilan qilgin. Voy, erimsiz aytmoqchisiz qolibdi. Sal ehtiyot bo'lib gaplash. Voy, bo'ldi, uzr. Tavba. Yo'lda ham oqizib olib kelibsan-ku. Da to'kding shekilli o'sha yerga. Ostonada to'kildimi? Yana nima gap? Nimaga to'polon qilyapsiz? Tinchlikmi? Bitta kofeni eplab olib kelib bera olmaydi, qarang. Ostonada to'kdi, qarang. Sekinroq gapiring. Sizni so'rab kelishibdi. Kim? Kim bo'lardi? O'qituvchisi. Yana arz qilib keldimi? Ha? Menga qarang, baqirmasdan sekin chiqib kutib oling. Nima bo'lsa ham bolangizni o'qituvchisi-ku. Shuni ham o'rgatasiz menga. Tavba qildim. Assalomu alaykum. Shoir opa, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Bizdan kamchilik o'tibdimi? Sinf fondiga, parda, gul olishlarga yo o'qituvchilari bayramiga, haligi tadbiringlar bor-ku, o'shalarga pul bermabmizmi? Nima bo'pti? Shuni biroq telefon qilib aytsangiz ham bo'lardi-ku. Shoir opa, men pul so'rab kelganim yo'q. Telefonni ko'tarmadingiz, SMS ga javob bermadingiz. Shunga kelaverdim o'zim. Men eshli odam bo'lsam, qanaqa qilman sizni SMS'ingizni o'qishim mumkin? O'zi erta ketib kech kelaman, charchayman. Maqsadga o'taylik. Nima masalada keldingiz? Xullas, o'g'lingiz Miralini baholari tushib ketyapti. O'qiting. Bahosini ko'taring. Men nima qilishim kerak? Ha, aytgancha esimga tushdi. O'quvchilaringiz bahosi tushsa, sinfingiz reytingiga ta'sir qiladi, keyin sizni maoshingizdan g'irch kesishadi. Shuning uchun keldingizmi? Qo'rqdingizmi? Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men maosh haqida gapirganim yo'q. Miralini darslariga qaranglar, nazoratga olinglar deb gapirmoqchi edim. Xulqi ham bo'sh. Tunov kuni matematika darsida telefon o'ynab o'tirgan. Jismoniy tarbiya darsiga bo'lsa kimni bahona qilib kirmagan. Katta tanaffusdan keyin 20 daqiqa kechikib kirgan. Buvimni mazalari yo'q, ularga qarashim kerak deb 2 marta darsdan ham ketib qolgan. Voy, meni o'g'lim Miralimi? Qada? Sizni o'g'lingiz Mirali. Bizda boshqa Mirali yo'q. Men qarang, bizda boshqa Mirali yo'q deb men kesatyapsiz. Maktabda birinchidan nazoratni men emas, siz qilishingiz kerak. Darsga kirmagan bo'lsa, qayerda yurganini bilishingiz kerak. Hozir shu gapingizni tepadagilarga yetkazsam, bilasizmi nima bo'ladi? Holingizga maymunlar yig'laydi. Bildingizmi? Darsi soat 1 da tugasa, 1 dan keyin 2 da tugasa, 2 dan keyin meni bo'ynimda bo'ladi. Ungacha maktabdami sizlar javob berasizlar. Demak darsga qiziqtirmagansizlar. Bolani qiziqishi yo'q. Sizlar aybinglar. Keyinchi o'quvchilaringizni uyiga borib, har bittasini ota-onasini asabiga tegmasdan ishingizga boring deb bilib ishingizni qiling. Tavba. Ishingiz yo'qmi sizni? To'xta. Menga qara. Nega darsdan qochib yuribsan? To'nka? 45 daqiqa chidab o'tira olmadingmi? Ha? Men senga gapiryapman. Agar yana bir marotaba ustozing sendan shikoyat qilib kelsa, esingdan chiqmaydigan qilib do'pposlayman, bir umr eslab yurasan.
Xo'p, oyi. Bor yiqol darsingni qil. Yer yutkur. Ha, onasi. Keldingizmi? Ha. Yangilayapsanmi? Ha, yaxshi. Hech erinmaysan ha. Bolalarimiz qiziqib turishibdi, dadasi. To'g'ri aytasan. Qara, darslarini ham yaxshi o'zlashtirishyapti. Kechagi savollarni qara. Savol bersam, bergan savollarim ularga oddiylik qilyapti. Ha? Shunaqa. Ke, men ham senga yordamlashaman. Mayli. Xo'p. Qani aytchi, bolalarimizga yana nimalar yoqadi? Xo'sh. Hayvonot bog'iga borish, Xo'sh. teatr, Xo'p, teatr. muz maydoni. Ha, dadasi, har zamon futbolga yoki tennisga olib borsak bo'ladi. Yaxshi taklif. Yaxshi. Endi xuddi shu narsalarni men yozaman, sen o'zingga boshqasini topasan. Tushundingmi? Men topar ekanman, siz yozasizmi? Chunki sen topaxonsan, onasi. Gap ham topasiz-da. Mayli, yozing. Shu kampirni yukini uygacha olib borishing shartmidi? Keksalarga yordam berish kerakligini bilmaysan. Lola buvini qo'lidagi yuki rosa og'ir ekan. Sen emas, nabirasi yordamlashsin. Do'konda nima bor? O'zi zo'rg'a yurgan bo'lsa, Lola buvini hozir hech kimi yo'q. hech kim yo'q bo'lsa, sen uni kafilligini olganmisan? Dadam bilan oyim kattalarga yordam berish kerakligini o'rgatishgan. Ular aytmagan. Bemal qog'ozdagi narsalarga ishonyapsan. Bu safar qayerga borasan? Oyni qo'liga ushlab sirkami yoki qo'g'irchoq tomoshasigami? Buni u uchun qilmayapman. Nima uchun bo'lsin? Xo'sh, Jasurbek o'g'lim, Irodaxon qizim, bugun kim qanday yaxshi ish qildi? Kim aytadi? Men Qani aytchi. Lola opaga yordamlashdim. Do'kondan qaytayotgan ekanlar. Ana, barakalla. Juda yaxshi. Kattalarga doim yordam berish kerak, o'g'lim. To'g'ri, onasi? To'g'ri. Endi mana bu stikerdan birini tanla, o'g'lim. Ol. Mana bu. Xo'sh, nima ekan? Ure, kitob ekan. Xo'sh, qani meni Irodaxon qizim nima yaxshi ish qildilar bugun? 3 ta 5 oldim. Voy, yo'g'i. Zo'r-ku. She'rimni ifodalik qilib aytib berdim. Kecha yodlagan qara jadvalimdan bitta ham xato qilmadim. Diktandan ham 5 oldim. Malades. Ofarin qizim. Qani qizim, siz ham endi stikerdan bittasini tanlang. Xo'sh. Ure, hayvonot bog'iga chiqarkanmiz. Hayvonot bog'iga boramiz, chiqmaymiz qizim. Endi borib, darslarni yaxshilab tayyorlaylar, xo'p? Dam olish kuni hayvonot bog'iga boramiz. Albatta. Keyin u yerdan kitoblarni olib, keyin restoranga boramiz. Ure! Bora qolinglar. Darslarni tayyorlaylar. Boringlar. Ha, dadasi, bugun Lola opa qo'ng'iroq qilgandilar. Jasurimizni rosa maqtadilar. Doim qo'li ko'ksida, bugun bozordan qilgan bozorliklarimni uyimgacha olib kelib berdi deb duo qildilar. Sizni ham, meni ham hammamizni duo qildilar. Ha, yaxshi. Salomat bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar. Mirali qattasan, juvon marbogur, bo'yning uzilgur.
Mirali qayerdasan dedim senga. Ha, tinchlikmi? Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Nima boshlab yuribsan, ha? Nimani boshlab yuribsan? Nimani boshlab yuribsan? To'g'ri turmabdi. Kelib o'sha shantajchi Nodirani o'g'lini urasanmi, ha? Sen yer yutkur qachon odam bo'lasan, ha? Qachon odam bo'lasan? Meni seni ortingdan boshqa yurishdan ishim yo'qmi, ha? Faqat seni ortingdan yuramanmi? Seni aqling kiradimi, yo'qmi? Ha? Qarama menga unaqa. Hoy kelin. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega bolani turtkilaysiz? Oyi, siz aralashmang deb sizga 1000 marotaba aytaman. Urushsam qattiq gapirmang deysiz. Bu qo'li akashak bo'gurri kaltaklab turmasam bo'lmas ekan. Voy, nega Nodirani o'g'lini urding? Nega? Ana, ustimizdan yozibdi. Ha? Hozir chaqirishdi. Otni kallasida jarimani to'lab kelyapman, oyi. Soni deb bo'ldi, bildingmi? Mana iftorlikni vaqti ham yaqinlashyapti. Dasturxon yozaman bo'lsa. Nusrat akanikidan chiqyaptimi ovoz? Shunaqa. Shoiraxon yana nimaga bunchalik baqiryapti ekan? Chiqib xabar olib kelay dadasi. Ha, mayli. Keyin dasturxon yozaman. Yaxshi. Ishqilib tinchlik bo'lsin-da. Yergina yutkur seni deb bo'ldi. Menga qarang, muncha qarg'aysiz. Unda tushuntirsangiz bo'ladi-ku. Bu yaxshi gapga tushunmaydi bu. Juvonlar bu yaxshi gapga tushunmaydi. Seni tuqquncha it tuqsa bo'lmasmidi? Voy, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Keling, qo'shni keling. Tinchlikmi, nima gap? Tinchlik emas. Mana bu maraz Nodirani o'g'lini urib ko'zini ko'kartiribdi. Hozir falonsim to'lab keldim sudda. Bolayni ko'zi ko'kargan, joni chiqqani yo'q-ku. Menga qarang, kelin. Bolangizni og'zingizga kelgan bu mana gaplar bilan qarg'amang bolani. Bolani ursang beti qotadi-ku. Hamunda turtkilamasdan yaxshiroq gapiring bolaga. To'g'ri aytayaptilar, qo'shni. Bolani yaxshi gap bilan yo'lga solasiz. Bizniki yaxshi gapga ko'nmaydi-da. Sizni bolalaringiz ko'nishi mumkin, bu ko'nmaydi. O'zi ne yugurib chiqdingiz? Yo, tomosha ko'ryapmanmi? Tomosha ko'rgan chiqdingizmi? Bir narsadan quruq qoldingizmi deyman deb qo'shnijon. Tarbiyangizni borib, uyingizdagilarga bering. Voy, kechirasiz qo'shni, tinchlikmikan deb chiquvdim. Bizning uyimizda eng tinch kunimiz mana shu kun. Hozir sizni bu yerda qiladigan ishingiz yo'q. Bir chiqarsiz aylanib. Ha, mayli, uzr. Ha, qizim. Ha, qo'shniga ham shunaqa deydimi? Ha, uyat bo'ladi-ku. Oyi, bola meniki. Xolasam uraman, xolasam tepaman, xolasam qarg'iyman, xolasam o'ldiraman. Kelib aql o'rgatmasin menga. Men gapirayotganda siz umuman aralashmang. Sen kuydirgi bilan dadang kelsin, boshqacha gaplashaman. Bildingmi? Yer yutkur. Shu onangga hech aql kirmadi-da. Bu e'tibor bermang. Ha? Xormang, qo'shni xormang. Assalomu alaykum. Nusrat aka, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, bugun dam olish kuni edi shekilli. Yo'l bo'lsin. Bolalarimga hayvonot bog'ini aylantirib kelaman deb va'da berib qo'ygan joyim bor edi, aka. Ha. Shunga aylantirib keling. Yaxshi. Shunga tayyorgarlik. Hech erinmas ekansiz-da. Ha, endi. Uyda tovuqqa o'xshab tuxum bosmalaring. Men kelgunimcha hamma yoqda yoq tushsa yalagudek qilib qo'ylaring. Agar bitta joy ko'raman, kelib hamma yoqni tiring bilan yalashdan bilib qo'y. Tarbiyada. Yuringlar. Assalomu alaykum. Qo'shni yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsiz. Xo'sh. Sizlar yaxshimisizlar? Tayyor bo'ldinglarmi? Bo'ldik, ketamizmi? Ketamiz. Ha. Qani? Bo'pti. Boshlarni Yaxshi borib keling. Nusrat aka, kechga yaqin chiqing. Iftorlik qilamiz. Xo'p, nasib. Chiqinglar. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi borib keling. Xo'p.
qani o'tiringlar. Bo'laqonasi. Hech narsa qolib ketmadimi? Hech narsa qolmadi dadasi. Barakalla. Qani ket. Xo'p, sog' bo'l. Ketdikmi? Qo'shnilaring xuddi yosh bolaga o'xshaydi. Hamma ishni tashlab hayvonot bog'iga ketishdi. Xotini ham biram maqtanchoq ey. Unaqalar dadasi meni jinim suymaydi. Voy bizni do'konda kutishyapti, boramizmi yo'qmi? Boramiz. Voy, bolalari ham xuddi inkubatordan chiqqan jo'jalarga o'xshaydi. Hali bular ko'rasiz, katta bo'lsa-chi, yo'lini topolmay sarsoni chiqib yuradi. Meni bolalarim xudo xolisa ishini ham, yo'lini ham, joyini ham topadi dadasi. Qizim, qarang. Mana bu magnitlarni ko'ryapsizmi? Qarang, mana. Yoshligimizda sizni buvingiz bilan bobingiz biz nimadir aytganligini qilsak, mana shunaqa magnitlardan bittasini olardik. Shunda nima chiqsa, o'sha narsani olib berishardi yoki o'sha joyga borardik. Siz bilan ham shunaqa narsa qilamiz hozir, xo'pmi? Qani oling, qaysi birini olasiz? Oling. Ha, ana. Ha, oling. O'bale, mana oldik mana. Xudo xohlasa, busi bog'da aylanamiz. Xudo xolisa. Oyijon, zo'r narsa o'rgatgansiz-a? O'zlari ham bolaliklarini eslasalar, rosa xursand bo'ladilar. Biz ham uyda shunaqa musobaqalar qilib turardik, lekin siz tarbiyangiz baribir boshqacha-da. Rahmat bolam. Bola bir misoli nihol. Yoshligida qaysi tomonga qarab eksangiz, shu tomonga qarab o'saveradi. Voy ajonim mana shunaqami? Jonim mana. Bolalarimmi bolasi? Yana qo'shnimiz shekilli. Ha, shunaqa. Xo'sh, boqqa endi qachon boramiz, qizim? Buyizni ham olamiz-a? Endi bugun kech bo'ldi, dadajon, siz ertaga boramiz-a? Ha, bo'ldi. Ertaga ishga borib kelgandan keyin, tayyor bo'lib tursangiz boramiz, ha? Xo'p degin. Voy bilmayman bu kimga tortdi-ya? Voy bilmayman bu kim bitta eshik eplolmaydi tavba qildim. Ey xudoyim, endi tamom bo'ldim men. Men tamom bo'ldim. Voy xudo bitta eshik eplolmadi-ya bu bola-ya. Kimga tortganini ham bilmayman. Men topganlarimni shularga sarfladim-ku. Bular ichish chekishdan boshqasiga yaramaydi. Ey xudoyim, insof bergin ey shularga, ey. Hay. Tinchlikmi, ey? Tamom bo'ldim. Gado bo'ldim. Sekinroq, ovozing ko'chani boshigacha eshitilyapti. Tinchlikmi? Voy Miraliz, ichib turib mashina haydabdi. Borib bittasini uribdi. Mirali-ya? Hozir o'g'lingiz qochib yuribdi. U odam kasalxonada yotib olgan. O'g'li bo'lmay o'lgur, yer yutkur. Jim turgan. Alo, Mirali. Qayerdasan? Dada. Hey, mastmisan? Odam urvordingmi? Men haliga ko'rmay qoldim. Qo'rqib ketyapman. Qayerga borishni bilmayapman. Meni yaxshilab eshit. Mashina turgan joyida qolsin. Bitta taksi olib tez uyga yetib ket, tushundingmi? Uyga kelgin tez. Xo'p. Dadasi, nimaga boshqalari bolasi ota-onasini boshiga ko'taradi? Bizaniki loy chaplaydi, nega? Birorta tanishingizga qo'ng'iroq qiling, kimnidir o'rtaga qo'shing, bizni bu balodan qutqarsin, dadasi. Voy, baraka topkir. Ozgina menga dam bergin, o'ylab olay. O'ylaydigan vaqt yo'q hozir. Dadasi nima qilamiz? Hozir qamatni borsa-chi.
Yurgina yutkur Mirali, ha, yurgina yutkur Mirali. Dadasi, bu darslar o'g'lingizni qachon chiqarishadi? Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Suddan keyin ma'lum. Ikki marotaba aytdim. Mashina olib bermang bu yalqovga deb. Quloq solmadingiz. Mana nima bo'ldi? Olib bermaganimga qo'ymadi-ku o'zi. Endi bu dardi sar yetmay turuvdi menga. Kim u? Kim bo'lardi? Qizingiz-da? Hol gaplash. Qo'ying, hozir asabimga tegadi. Hay gaplashsang-chi. Alo, nima deysan? Qaynonam xit qildi. Iloyo ilovanda shu qaynonangni uyi kuysin. Nima balo bu egov yilida tug'ilganmi? Tushganingdan beri g'ijg'ish, tushganingdan beri g'ijg'ish. Endi g'ijillatib oxiri tishlari qolmasin-da iloyim-a. Iloyo ro'shnolik ko'rmasin shu qaynonang. Yana nima bahona bo'ldi? Bolaga qarashni bilmas ekanman. Qo'pol ekanman. Muomalam yo'q ekan. Bolamni qarg'ab gapirar ekanman. Ha, bola meniki. Uni nima ishi bor? O'zim boribchi, qaynonangni sharmandasini chiqarib kelardim, lekin shaytonga hay beraman-da. Qariganda baribir seni qo'lingda qoladi-ku shu. Shunga yarasa seni hurmatingni qilib o'tirmaydimi, noshukur? Oyi, siznikida 2 kun qolishga borsam maylimi? Ha? Nima? Yo'q, hech ham keragi yo'q. Oyi, Menga hozir o'zi chirs degan tovush yoqmayapti. Men bolani to'poloniga chidolmayman. Bo'pti, sog' bo'l. Bolalari arillab yotibdi. Shu Miralini ham boqliroq uylantirganimizda mana shunaqa yomon yo'lga kirib ketmasdi dadasi. Voy o'lay, agar boshim dahshat og'riyapti lekin. Bolalari qandoq odam bo'lishdi-ya. Menikilar tashvish keltirishdan boshqa narsaga yaramadi. Balki rostdan ham o'zim aybdordirman. Ularga yaxshi gapirmadim. Doim nolib qarg'adim. Oqibatda o'g'lim qamaladigan bo'lib turibdi. Qizimni ham turmushi qil ustida. Qaynonam to'g'ri aytardi. Miyaga kelgan har bitta gapni tilga chiqarib bo'lmaydi deb. Shu yoshga yetib na erimni, na o'g'limni, na qizimni duo qilibman. Birortasini duo qilib ko'chaga chiqarmadim. Mana azizlar, voqeani tomosha qildik va xulosa endi sizdan. Biz ko'rsatayotgan mavzular, biz ko'rsatayotgan o'sha saboqlar bu hammasi hayotdan olingan va qaysidir oilada shu voqealar bo'lib o'tyapti. Bizni hozir suhbatimiz, vaqtlar, daqiqalar tushuntirishga va buni kengroq qamrovda olib borishga yetmaydi. Buning uchun biz, mana siz bizdan ko'rdingiz, eshitdingiz, yon qo'shningiz bor,
qadrdonlar, do'stlar, qarindoshlar bir yig'inlarda, katta yig'inlarda mana shu saboqlarni aytinglar va o'shanga birgalikda kurashaylik. O'sha loqaydlik bo'ladimi, o'sha farzandlarni qarg'amaslik bo'ladimi yoki boshqa yomon illatlarga qarshi hammamiz birgalikda yaxshilab suhbat olib borsak, ularga tushuntirish olib borsak, biz asl maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Shu bilan bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ramazon oylari hammamizga muborak bo'lsin.